Bismillahirrohmanirrohim. Assalomu alaykum hurmatli kuzatuvchilar. Navbatdagi obyektimizni topshirmoqdamiz. Xudo xolasa bu Andijon viloyati Buloqboshida bo'ldi. Xudo xolasa juda ham chiroyli, sifatli chiqdi inshaalloh. Stupenkalar listvindan bo'lgan, chetlari ham polniy listvindan, katta ustullari bizda MDFdan bo'ladi. Podstupenka plyunchlari MDFdan, qolgan joylari 100% o'sha rossiyskiy hamma biladigan listvekdan bo'ldi. Qalinligi 32 mm. Juda ham chiroyli, jigar rangi oq kombinatsiya bo'ldi. Kichkinagina zina, bitta xonadonda ikkita zina qilganmiz. Inshaalloh video davomida ikkinchi zinani ham ko'rsatib o'tib ketaman. Remontlar hali bitmagan edi, o'sha odatdagidek ko'rib turibsizlar, chala joylar bor. Parketlar hali bo'lmagan. Zinani doim maslahat berardim. Oxirida hech kim qolmagandan keyin, даже eshiklar ham ustanovka bo'lgandan keyin faqat zinaga qolish kerak, shtobi chiqib tushaverganda hadeb qirilib ketib qolmaydi. Shu taraflama shuni hisobiga zinani oxirida o'rnatishni maslahat beraman. Kimga agar zina xizmati kerak bo'ladigan bo'lsa, usta Asadullohga aloqaga chiqaverasizlar. Inshaalloh bemalol O'zbekiston bo'ylab xizmatdamiz. 0910 va 3325 raqamlarimiz doimiy ishlaydi. Ya'ni kimlardir qo'shimcha savollar bo'ladigan bo'lsa, telefon qilib bemalol bilishingiz mumkin. Bu yerda 20 ta stupenkadan iborat bo'lgan bu ishimiz. Inshaalloh endi ikkinchi zinani ko'rsatib o'taman. Bismillah, mana ikkinchi zinamiz bu. Naryoqda bitta zina, bu yoqda bitta zina. Ikkita zina bo'lyapti. Bu ham xuddi o'sha MDF, katta stullar MDF, balasina perelalari, stupenkalar listiydan bo'lgan, qolgan joylari MDFdan ishlatilganmiz. Bu ham o'ziga yarasha juda ham ajoyib chiqdi. O'sha remontlari hali bo'lmagan. Anchagina uyda chalashlar borligi uchun hozirda musor bo'layotibdi. Bu listvek yong'oqdan ko'ra sal yumshoqroq bo'ladi, lekin o'sha yong'oq chidaganchalik chidab beraveradi, xudo xolasa. MDF yoki MDF laminat, sasna ulardan ko'ra mana shu listvekni maslahat beraman. Chidami yong'oqchalik, pashti yong'oqqa yetib boradi, lekin narxida anchagina hamyonbop. Yong'oqdan ko'ra yong'oq bergan vidni beradi. Yong'oq bilan bir xil turadi ko'rinishi. Inshaalloh keyingi zinalarda ko'rishguncha o'zinglarni ehtiyot qilasizlar. Kimga agar zina xizmati kerak bo'ladigan bo'lsa, bemalol opisaniyada nomerlarimiz bo'ladi. Usta Asadulloh sizlar uchun xizmatda. 0910 va 3325 raqamlari doimiy aloqada. Hammalarga rahmat.